Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlarga mangoni kattaroq variantidan kesish ko'rsatib beraman. O'tgan safar ko'rsatib berganim kichkinaroq edi. Ko'pchilik savol beribdi, katta mangoni qanaqa kesamiz deb. Bu ham xuddi shunaqa, o'rtasidan olmaysizlar, o'rtasidan chetroqdan olasizlar. Xuddi shunaqa mana. O'rta qattiq qismi qoldi mana. Buni ham xuddi shunaqa ko'rinishda qilasizlar, mana. O'rta qismiga chuqurroq joylashtirasizlar pichoqni. Bunaqasiga ham xuddi shunaqa uzunlikda tushirasizlar. Chuqurroq faqat. Bir tekisda qilib, keyin mana shunaqa qilib ochib olasizlar. Mana mangolarimiz juda chiroyli chiqdi, inshaalloh. Hozir endi sizlarga katta pichoqda ham qanaqa ochilishini ko'rsatib beraman. Bu kichkina pichoqda. Mana bu yoq qismini olaman. Mana shuncha qismi qoladi. Shunchasini qoldirasizlar. Har doim hisobga olinglar. Shunchasi qolish kerak. Endi xuddi shu ishni katta pichoqda qilib beraman. Endi kichkina pichoq kimlardadir bor, kimlardadir yo'q. Shuni hisobini olib kattada qilib beraman. Uni ham xuddi shuni sal chuqurroq kirgizasizlar. Mana ikkalasi bir xilda chiqdi. Mana mangolarimiz kattada ham, kichkinada ham bir xil chiqadi. Sizlar ham shunaqa qilib ochib ko'ringlar.